Hammaga salom, men ismim Nozima. Uzum marketda yangi sellerman. Bugun sizlar bilan Xitoydan kelgan tovarlarim raspakovkasi va Uzum marketga endi kirayotganlar uchun bilishi zarur bo'lgan 3 ta ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Bu ma'lumotlarni menga ham hech kim aytmagan, faoliyatim davomida ko'rib tushunib olganman. Bu haqda sizga ham hech kim aytmaydi, hatto 90% kuratorlar ham. Birinchisi, viloyatdan turib yuk jo'natish tekin degan ma'lumot xato. Har bir viloyatda yuk jo'natish narxi har xil. Agar siz Toshkentda emas, boshqa viloyatda tursangiz, Uzumda sotmoqchi bo'lgan tovarlaringizni Toshkent Uzum skladiga jo'natishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun har bir viloyatda Uzum yuk qabul qilish punktlari bor. Shu joyga siz yukingizni eltib berasiz, ular esa sizning yukingizni Toshkentga Uzum skladiga jo'natishadi. Bu xizmat albatta pullik. Ikkinchisi, komissiya va logistika xarajatlari. Uzumga sotishga qo'ygan tovarlaringizning har bir donasidan 30% gacha komissiya va logistika puli 5,000-8,000 so'm saqlab qoladi. Ko'pchilik uzumda savdo qilishni mustaqil o'rganayotganlarning eng birinchi qilayotgan xatosi ham aynan shu. Tovar tanlangan, sotib olingan. Komissiya foizini bilmasdan turib sotuvga chiqarishadi va natijada yo zarar ko'rishadi yoki umuman foyda ko'rishmaydi. Uchinchisi, saqlash xizmatlari uchun to'lov. Uzum skladi sizning tovarlaringizni bir oy bepul saqlaydi, keyingi oydan esa har kun pul yozib boradi. Boshida juda kichkina summa chiqaradi, keyinchalik esa o'sha summa ortib boradi. Agar qaysidir tovaringiz 2-3 oylab umuman sotilmasa yoki bir oyda bir sotiladigan bo'lsa, o'sha tovaringiz, ya'ni sotilmayotgan tovaringiz hisobidan ko'proq saqlash xizmatlari uchun to'lov olishni boshlaydi. Bunday holatda siz tovaringizni Uzum skladdan qaytarib olishingiz kerak yoki o'zi narxida sotib yuborishingiz kerak bo'ladi. Tovarni qaytarib olishda siz Toshkentga borishingiz kerak. Eng qizig'i esa tovar qaytarish ham xarajat talab qiladi. Mana shunday ortiqcha xarajatlar qilmaslik uchun to'g'ri tovar tanlash va to'g'ri narxni belgilash kerak. Bu ma'lumotlar orqali Uzumga kirmang, foyda yo'q, pul yo'q demoqchi emasman. Aksincha, Uzumda ishlab yaxshigina daromad ko'rish mumkin. Bilim olmasdan savdoga kirgan odam zarar ko'rishi aniq. Yuqorida sanab o'tgan ma'lumotlarim kimdandir eshitganlarim emas, o'z faoliyatim davomida ko'rganman, bajarganman. Hozirda esa hech qanday xatolarsiz, ortiqcha xarajatlarsiz Uzumda savdo qilib kelyapman. Xitoyda olgan 40 ming, 30 ming so'mlik tovarlarimni Uzum marketda bemalol 180-200 minggacha sota olaman. Xarajatlarimni ham qoplaydi, foyda ham qoladi. Siz ham Uzumda minuslarsiz, ortiqcha xarajatlarsiz, faqat sof foydaga ishlamoqchi bo'lsangiz, sizni Uzumdan noldan daromadgacha kursimga taklif qilaman. Kursda nafaqat siz Uzumda savdo qilishni, balki Xitoydan zakaz urishni ham mutlaqo tekinga o'rganishingiz mumkin. Mani kursimda boshqa kurslardan afzalligi, birinchi navbatda narxi arzon, ikkinchisi Xitoydan zakaz urish bepulga o'rgatiladi, uchinchisi esa barcha o'quvchilarim bilan individual shug'ullanaman. Ko'rib turgan tovarlaringiz barchasi Uzumdagi do'konim uchun sotib olganman. Hammasini sifati ideal darajada kelgan. Yuqoridagi ma'lumotlarim sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, podpisatsiya bo'lishni unutmang.